Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab 15-sentyabrdan 15-oktyabrgacha yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligi bo'lib o'tmoqda. Tadbir doirasida aholi yashash xonadonlari, korxona va tashkilotlar hamda ta'lim muassasalarida kuz-qish mavsumida favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganida to'g'ri harakat qilish bo'yicha ma'lumotlar berilmoqda. Navbatdagi lavhamizda ayni shu mavzu haqida so'z boradi. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Namangan harbiy prokuraturasi va daxldor tashkilotlar bilan hamkorlikda viloyatimizning barcha hududlarida yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligi doirasida profilaktik targ'ibot tadbirlari hamda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib kelinmoqda. Navbatdagi tashkil etilgan tadbir avvalida xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Unda hamkor tashkilotlar bilan tuzilgan ishchi guruhga tegishli vazifalar belgilab berildi. Shundan so'ng Namangan davlat texnika universitetida talaba, yoshlar va o'qituvchilar ishtirokida favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Unda yoshlarga kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, yong'in xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish, is gazi, botulizmdan zaharlanishning oldini olish, elektr va gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Shuningdek, tadbir doirasida yong'in qutqaruv mashinasi va undagi qidiruv-qutqaruv ishlarida foydalaniladigan asbob-anjomlar ko'rgazmasi namoyish etildi. Talabalarga birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan to'g'ri foydalanish, zilzila sodir bo'lganda harakat qilish qonun qoidalari amaliy tarzda tushuntirib berildi. Aholi yashash xonadonlari, xalq xo'jaligi maskanlari, xususiy sektorlarda ham o'rganish, profilaktik tadbirlar o'tkazilyapti va undan tashqari talabalar bilan, o'quvchi yoshlar bilan ham o'quv mashqi, favqulodda vaziyat sodir bo'lsa, qay tartibda harakat qilish, oddiygina zilzila bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda birinchi harakatlar bo'yicha o'quvchi yoshlar ishtirokida shartli ravishda o'quv mashqi o'tkazilyapti va undan tashqari kuz-qish mavsumi doirasida albatta ko'p qavatli kvartiralar, aholi yashash xonadonlari va shu joylarni isitish mavsumiga tayyorgarlik, isitish asbob anjomlarini qay tartibda o'rnatilishi bo'yicha, suyultirilgan propan gaz ballonidan qay tartibda foydalanish bo'yicha ham kerakli yo'riqnomalar berdi. Kunning ikkinchi yarmida tadbir Davlatobod tumanidagi Yangi Namangan shaharchasida davom etdi. Yong'in xavfsizligini kengroq targ'ib etishga qaratilgan tadbirlarda quruvchilarga yong'in, chaqnash, is gaz kabi favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda ishlarni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilish hamda dastlabki yong'in o'chirish qurollaridan to'g'ri foydalanish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, soha xodimlarini yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligi tadbirlarida faol ishtirok etishlari, qurilish paytida texnika xavfsizligi talablariga qat'iy amal qilish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Qurilish jarayonida yong'in xavfsizligini ta'minlash, texnika xavfsizligi qoidalari bo'yicha asosan ko'rib chiqilmoqda. Bu jarayonda tunda fuqarolar, quruvchi, ishchi xizmatchilar tunda qolib, vaqtinchalik tashkil qilingan joylarda, ya'ni vagonlarda ularni yong'in xavfsizligi bilan bir maromda ketishi, ya'ni ularning xavfsizligi tungi vaqtda qolganda yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilish holatlari o'rganib borilmoqda. O'rganish jarayonida ularga yong'in xavfsizligini ta'minlash, vagonchilarni isitish moslamalarni talab darajasida bo'lishligi bo'yicha qo'shimcha yo'riqnomalarni berib boryapmiz. Shu kuni profilaktik tadbir doirasida ishtirokchilar is gazdan zaharlanish hamda botulizmni oldini olish bo'yicha ham zarur tavsiyalarga ega bo'ldilar. Shuningdek, ularga yong'in xavfsizligi qoidalariga e'tiborsiz va beparvolik oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlar hayotiy misollar asosida tushuntirildi. Bu boradagi profilaktik tadbirlar viloyatimizning barcha hududlarida davom etmoqda.